Mana Xotinjon aka, haydovchilik guvohnomangiz. Mana bu esa mening bankdagi barcha hisob raqamlarim. Bugundan boshlab siz nomingizga o'tdi. Mana bu esa oxirgi pullarim. Bu ham sizniki. Barcha hovlilar, barcha kvartiralar, Chorvodagi dachalar ham bugundan boshlab siz nomingizda. Va eng muhimi, tadam, bugundan boshlab biz siz bilan xotin emasmiz, ajrashdik degan guvohnoma. Xudoga shukr. Jonim, bu dunyodagi eng zo'r ersiz. Bildim. Voy, siz menga bugundan boshlab hech kim emassiz. Bu quchoqlashingiz so'nggi quchoqlashingiz edi. Men endi nomahram ayollar bilan hech qachon quchoqlashmayman. Rahmat sizga, har doim men fikrlarimni o'qib kelgansiz. Tushundim. Demak, fikringiz bo'yicha men hozir o'sha ketishim kerak. Alvido. To'xtang. Nima bizda hozir hammasi rostdan ham tugadimi? Nima? Qaytaymi? Yo, siz noto'g'ri tushundingiz. Nima, sizdagi boy, meni o'ylaydigan, sportsmen, mehribon er boshqa yo'lga nasib qiladimi? Tushundim. Ayol makridan falak hayrondir, falak bo'lganiga pushaymondir.